Assalomu alaykum, hurmatli No'qat Xorij kanalının katılımcıları. Bugungi kunga 1 dekabr 2022-yili 4-kunda kurslar size tanıştıradi. Janob salonda bugungi qishning 1-oylarini qutlab sizlarga baringizlarga omonchilik, qanoat, tinchlik tilaymiz. Janob salonda biz birinchilar Kapital Bankka keldik. Kapital Bankda qancha ekan shol yerdan ko'rishamiz. Janob salon like bosib kommentar yozib qo'yinglar. Tuğanlar Kapital Bankka keldik. Kapital Bankda ko'rsangizdar bo'ladi. Kurslarda birinchilar biz Kapital Bankka keldik. Şol yerden ko'rsangizdar bo'ladi. Hurmatli tuğanlar, Qirg'iziston bankda euro arzon ekan hurmatli tuğanlar. Rubl ham qimmatroq ekan bu yerda. 137,5 tiyin ekan rubl, dollar 84,30 tiyin. Ha, euro esa 88 so'm. Hurmatli tuğanlar, Qirg'iziston bankka kelib doimo nima qilasizlar? Qirg'iziston bank yaxshi. Hurmatli tuğanlar, Baychun bankka kelib, Baychun bankda 84,50 tiyin dollar, 87,50 tiyin euro, 137,5 tiyin rubl ekan hurmatli tuğanlar. Bu yerda da rubl kuchliroq ekan hurmatli tuğanlar, shu yerdan olishsa ekan. Biz Ekaslan bankka keldik. Ekaslan bankda 84 so'm dollar, 87,50 tiyin euro, 1373 rubl ekan hurmatli tuğanlar. Şunda 1000 rublim 1373 so'm bo'ladi ekan. Hurmatli tuğanlar, shundan No'qat Xorij kanali sizlarni qo'shishadi. Ülkemizde tinchlik, omonchilik bo'lsin, suv qo'l bo'lsin. Bugun 1-dekabr 2022-yildan 4-kunda kurslar size tanıştırdık. Sosyal medyamızdan like, bosh komentar yozib qo'ying, negativ yozib qo'yinglar. Bizdan olsa like, bosh komentar yozib qo'yinglar.